Yana bir choylarimizdan biri antiparazit choy hisoblanadi. Tabiiy 100% natural mahsulot, tabiiy mahsulot 100% tarkib. Bu ham 21 dona paketikdan iborat. Damlab ichiladi. Ozroq achchiqligi bor, chunki tarkibida pijmasi bor. Pijma va mana bu polen udi achchiqroq hisoblanadi. Mana shu unikalniy sostavi hisobiga organizmni, jigarni anchagina tozalaydi. Jigarni, organizmni o'sha tromblardan, shlaklardan, ichaklarni juda zo'r tozalaydi. Kimda allergiyasi bo'lsa, kimda o'sha antiparazitga muhtoj bo'lsa, ya'ni organizm parazitlardan, gijalardan tozalashga ehtiyoji bo'lsa, bu choyni tavsiya etaman. 3 yoshdan katta bolalarga berish mumkin. Faqatgina ozgina achchiq, bolalar ichmayman deb turishi mumkin, novvot qo'shib berishlari mumkin. Ertalabga yoki obedga ovqatlanishdan yarim soat oldin ichiladi. Damlab qo'yib ichsangiz bo'ladi. 21 kun bir kursi, 21 kun ichida ancha rezultat ko'rasiz. Agarki kimda o'sha pishvoy allergiya, changdan allergiya, orttirilgan allergiya bo'lsa, hammasi ketadi. Amalda sinalgan. Klientlardan ham ancha yaxshi odzivlar olganmiz. Yana bu choyimiz unaqa qimmat turmaydi. Har katalogda har xil narx chiqadi. 27 ming, 30 ming, 33 ming, 35 ming bo'lsa, juda bo'lsa 40 ming atrofida bo'ladi. Ya'ni narxi 27 mingdan 40 minggacha bo'lgan 21 dona choy ajoyib ta'sirga ega va yana bir tarafi ichda yurishtiradi. Kimdadir zapor bo'layotgan bo'lsa, mana shu organizmni shlaklardan, toksinlardan, parazitlardan tozalab, o'shani organizmda ichaklarni yurish faoliyatini yaxshilaydi. Ichaklari yurishib, organizm yaxshigina tozalanadi. Bir kursda anchagina natija olasiz. Albatta sinab ko'ring, sinab ko'rmagan. Allergiyaga chalinganlar, allergik dorilarni postoyanno qabul qiluvchilarga juda tavsiya etaman. O'zimda o'sha allergiya bo'lganida, pishvoy allergiyam 3 yil davolanganimda ketmagan. Mana shu antiparazit choyi tufayli allergiyamdan xalos bo'lganman. Shuning uchun bemalol tavsiya etaman. Mana shu choyni olib iching. Organizmimiz bizani o'sha doimiy tozalashga muhtoj hisoblanadi. Jigarimiz organizm filtri hisoblanadi. Barcha o'sha yegan ovqatlarimizdan, ichgan dorilarimiz hammasi jigarda filtrlanib, bari o'sha ushlab qoladi. Ximikatlarni, musirlarni jigarda o'zi to'lib qoladi. Va jigarda o'zi tozalanishga muhtoj. Mana bu choy jigarni tozalovchi choy hisoblanadi.